O'qituvchilik kasbini tark etmoqchi bo'lmaganman, o'qituvchilikka qaytish uchun harakat qilganman. Mana hozir yuqorida aytdim, 22 yil o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarligidan voz kechib, o'qituvchilikka o'tdim. Chunki bu men eng katta orzuyim o'quvchilarga bilim berish. O'qituvchi shunisi bilan o'qituvchiki, kerak paytda do'stona munosabatda bo'lish kerak, kerak paytda rasmiy bo'lish kerak, kerak paytda ota-ona roli sifatida ham faoliyat yuritish kerak. Ana o'shanda o'qituvchiligi ko'rinadi. Haqiqiy o'qituvchi bolani ko'nglida, yuragida qolgan o'qituvchi bu haqiqiy o'qituvchi bo'ladi. Bolani ko'nglida ikkita o'qituvchi esda qoladi. Eng yomon o'qituvchi qoladi va eng yaxshi o'qituvchi qoladi. O'rta miyona o'qituvchilik hech qachon qolmaydi. Men bu maktabga kelib, o'qituvchiligimdan juda ham katta xursand bo'ldim. Bolalarni kutib olish uchun ularga joy tayyorlab, ular bilan ko'rishishga qilaman. Chunki har bir bola maktabga kelayotganda birinchi sinf rahbarining oldiga keladi. Siz uni qanday kutib olsangiz, bolaning kuni shunday o'tadi. Bu yerda bitta narsaga juda ham xursand bo'ldim. Hamma bir-birini fikrini eshitadi, kerak joyda bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va to'ldiradi. Baxtliman.